Bosh aylanish yo'q-a? Ko'ngillanish yo'q. Burunni uchiga olib boringchi. Qaytaring. Bunisini. Oldingimda egilinchi. Qancha egilasiz? Ko'krakda og'riq bormi og'riyotgan joyingizda? Og'riq kuchaymaydi. Bitta bor-a? Mana shu yerda og'riq bor. Asosiy shikoyatlari bel, ko'krak qismida og'riqlar va tizza bo'g'imlarida va bosh qismidagi og'riqlar bilan shikoyat qilgan. Qon tahlillari, qondagi remofaktor, S-reaktiv belok deymiz, haligi xalq tilida aytganda qonda shamollash belgilari hamda miyaga chiquvchi qon tomirlarida Doppler tekshiruvi, tizzalarda Doppler tekshiruvida bu ushbu bemorimizda tizza bo'g'imlarida ikkilamchi artroz, shamollash, sinovit deyiladi tibbiyot tilida. Belgilari aniqlandi. Miyaga chiquvchi nervlarda xolesterin bilyashkalari qisqa, kam foizli xolesterin bilyashkalari aniqlandi. Qon tahlillarida qondagi S-reaktiv beloklar yuqoriligi aniqlandi. Shu sababli S-reaktiv belok ko'pincha mana virus, mana COVID kasalliklaridan keyin yoki boshqa gripp, boshqa ikkilamchi shamollashlardan keyin yuqori yuradi. Bu albatta bizni miyamizda, bizni organizmimizda ishlab chiqaruvchi og'riq retseptorlari bor. O'shalarni ko'proq miqdorda ishlab chiqarishda rol o'ynaydi. Albatta buni tushirish kerak. Bu S-reaktiv belok endotelni shamollatib, keyinchalik infarkt, insult kabi kasalliklar, ya'ni tromb hosil bo'lishiga moyillik bo'lganligi sababli infarkt yoki bosh miyada qon aylanish buzilib, ya'ni insultga olib kelishi mumkin.